Zhuge bu ömürde en çok kılanmagan işi nima? Yürek berip saklayotgandan keyin filmning davomi ko'p. Uch podshohlikni ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Zhuge Liang nihoyat qobil, iqtidorli bir mushavvir. Zhuge Liang hatto kino va tarixda avliyo sifatida ta'riflandi. Unda qolsa Zhuge Liang shunda qaltis odam turib, zot qaysi ishni qilolmagan, u faqat bir ishni yaxshi qilolmagan. U bo'lsa o'zininki avlodlarini yaxshi tarbiyalamagan va o'ziga o'xshash odamlarni tarbiyalab chiqarmagan. Hammaylar bilamiz, Liu Bei o'lib ketgandan keyin Adovni yetaklab Zhuge Liang oldingi safga urushib bordi. Ham Zhuge Liang o'lgandan keyin shu davlatda asosan iqtidorli mushavvir yoki sanog'ullar qolmaydi desak bo'ladi. Nima ish bunday bo'ldi degan vaqtda Zhuge Liang o'zi odam ishlatish usta bo'lgan bilan, o'zi plan tuzishga, urush qilishga mayil bo'lgan bilan xodim tarbiyalash va shularni yetaklab o'ziga o'xshash tarbiyalab chiqishga sal qargan ham shu ishni qilolmaganligi uchun keyingi vaqtlarda shu davlatninki iqtidorli odamlari, ya'ni mushavvirlari, sanog'ullar qolmaganligi uchun bu davlat asta-asta taraqqiyot chekinib, keyin mag'lub bo'lgan shunday bir oqibatga kirib qoldi. Demak, agar siz bir korxona quruvchi bo'lsangiz, eng muhim deb qaraydigan ishingiz bo'lsa, shirkatdagi xodimlaringizni tarbiyalab turish, ularning iqtidorini o'stirib turish. Shunda bo'lgan vaqtda sizning o'rningizga ve sizin şu iqtidorli xizmatchilaringiz o'rniga yana bir iqtidorli xizmatchilar chiqib turgan vaqtda shirkatingizda iqtidorli odam uzilmaydi. Iqtidorli odam bo'lgan shirkat osonlikcha vayron bo'lib ketmaydi. Agar bu mazmunlarga qo'shilsangiz, Astikin Gasrayniga alt tarafini qoldirib qo'ying. Texnik ko'p jahondashlik oid mazmunlarga qiziqsangiz, ayrim xonamga uchir qiling.